Bemorlar qabulga kelganda operatsiya deganimizda garantiya so'raydi yoki bo'lmasa qandaydir lечение, назначать kelganimizda garantiya so'raydi. Endi bu qaysidir ma'noda bemor tomonidan olib qarasa to'g'ridir. Chunki shuncha pul sarflayapti, ishonyapti hayotini, u garantiya so'rashga to'g'ri, haqlidir. Lekin chista meditsinskiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, bu biroz aqlga to'g'ri kelmaydi. Va biz din tomonidan olib qarasak ham to'g'ri kelmaydi. Va bu falsafa tomonidan olib qarasak ham bu to'g'ri kelmaydi. Sababi meni oldimga keldi, masalan, operatsiya deydigan bo'lsak, назначать qildik, operatsiya kunigacha yetib borishiga ham hali ishonch yo'q. Hech qaysi doktor qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, dori yozayotganda yoki bo'lmasa operatsiya qilayotganda shu bemorga zarar yetkazib qo'yay deb turib qilmaydi. Faqatgina shu bemor mendan yaxshi bo'lib ketsin degan maqsadda qiladi. Chunki bu ishi shuni. Shu narsaga o'qigan. Biz usta emasmiz, biz doktormiz. Har doim tirik jon bilan, insonning organizmi bilan ishlaymiz. Va Xudo taolo hamma insonning organizmini har xil qilib yaratgan.